siz bunaqasini aniq ko'rmagansiz. Ko'plab talablarga binoan laysenal naskar orkalarimiz xilma-xil keldi. O'zbekcha qilib aytganda tez pishirgich degan bo'ladi. Xo'p, 3 xil modelimiz bor dizayn jihatdan. Bularni bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Mana bu modelimiz. Xo'p, ochilishini ko'ramiz. Mana turgan holatida ochilib ketmaydi. Qachonki knopkasini bosganimizda tepasidan bosim qo'yib yuboradi, sekin ochishimiz mumkin. Ochganimizda mana o'zini maxsus rezinalari bor va ichki qismi. Mana hamma turdagi plitalarda qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Gaz plita, elektrический plita va induksion plitalarga ham bemalol qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Bu modelimizda 3 xil razmeri bor. 10 litrli, 8 litrli va 6 litrli modeli bor. Hop, yana bitta qo'shimchasi har birida bularda qo'shimcha shunaqa krishka chiqadi. Ya'ni jarkalab qotgan paytda, boshqa qaynatmalar qilmoqchi bo'lgan paytingizda ham ishlatsanglar bo'ladi oddiy krishkada. Hop, keyingi modelni ko'ramiz. Bu skarovarkalarimizda uzoq pishadigan ovqatlarni tezda tayyorlash uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Hop, xolodeslar, tushonkalar, noxochori, dumlarni dimlamoqchi bo'lganlaringizni ular bilasizlar 7-8 soatgacha qaynatiladi. Ana shunaqa taomlarni bemalol 3 soatda tayyorlasanglar bo'ladi. O'zimiz shaxsan xolodesni 3 soatda tayyorlaganmiz. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu modelimiz, ya'ni afg'on qozonning o'ziga o'xshab ishlangan varianti. Buni ham bitta ochilishini ko'ramiz. Mana mana shu tepa qismidan ochamiz. Bu mana bunisi pastroqga tushadi. Tepada otavermasligi uchun zashtasi bor. Bezapasini hisoblanadi. Mana bunaqasiga ochiladi bu. Yana bunaqasiga yopamiz va tepaga qarab ko'taramiz. Tepaga qarab ko'tarilganda mahkam bo'lib o'rnashadi. Xo'p, bunda ham qo'shimcha krishkasi bor. Keyingi modelni ko'ring. Bu modelimizda 10 litr, 8 litrli va 6 litrli modeli bor. Xo'p, keyingi modelimiz bu zamonaviy stilda hisoblanadi. Bularning ochilishi mana shunday oddiy shuni o'zida ochiladi va yopiladi. Yoniga qarab ochganida mana krishkasi olinadi. Bemalol ishlatib bo'ladi. Bu ham bezaplastik hisoblanadi. Ochishdan oldin bosim qo'yib yuboriladi va bemalol ishlatishingiz mumkin. Hop, ruchkasi bu yerda ixchamlashtiriladi. Knopkasini bosganda endi ko'tarib qo'yinglar bo'ladi. Bunga ham qo'shimcha krishkalari bor. Boshqa taomlar pishirganlarda qo'yib ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Bu modelimizda 3 xil razmeri bor. 10 litrli, 8 litrli va 6 litrli modeli bor. Life Smile sizlarga faqat yaxshi singladi. Sizga qaysi biri ma'qul keldi? 1, 2, 3. Kommentariyada belgilab ketinglar.